Kunlar soviy boshlarkan fuqarolarimiz gaz muammosi to'g'risida o'ylay boshlashadi. Xo'sh, kuz-qish mavsumi kirgan ayni bir pallada hudud gaz ta'minoti Buxoro filiali tayyorgarligi qay darajada? Biz mana shu kabi savollarga javob olgani Buxoro viloyatining Jondor tumaniga tashrif buyurdik. Jondor gaz navbatchi ochiluvini eshitaman. Hurmatli tomoshabin, bizning suhbatdoshimiz Jondor tuman gaz korxonasi rahbari G'ani akamiz bo'ladilar. G'ani aka, aytingchi, biz mana shu o'tgan yil siz rahbarlik qilayotgan korxona faoliyati bilan yaqindan tanishgan edik va tomoshabinlarimizni ham boxabar qilgan edik. Xo'sh, bu yilga kelib qanday o'zgarishlar va qanday yana qo'shimcha qulayliklar yaratdingizlar? Avvalambor 24-yilga nisbatan bu 2025-yilda juda katta bizning tumanimizda, endi ayniqsa bizning tuman gaz sohasida juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Mana Jondor tumanini ta'minlovchi gaz taqsimlash stansiyasidan tuman markazigacha bo'lgan 14 kilometr yer ostidagi diametri 530 mm gaz quvuri bor edi. Mana shu to'liq 14 kilometr gaz quvurini rekonstruksiya qilib yer ustiga chiqarib, diametri 325 mana ko'rib turganingizdek 325 gaz quvuridan tortib to'liq tuman aholisini, tuman ijtimoiy soha obyektlarini, kasalxona, mana shu obyektlarga to'liq bir maromda gaz yetkazib berish uchun yangi rekonstruksiya qilingan gaz quvuriga ulandi. Shu bilan birgalikda mana shu istiqboldagi qanday rejalaringiz mavjud? Bundan tashqari yana mana istiqboldagi rejalarimiz hozir tumanimizda mavjud o'sha yer osti gaz quvurlaridan endi bosqich ulardan qutulish nimalarni ko'rishimiz kerak, chorlarni mana shu yer ustiga chiqarsak ham ta'minot yaxshilanadi. Ham undan tashqari o'sha yer ostida mavjud bo'ladigan behuda yo'qotishlar oldi olinadi. Gaz quvurlaridagi o'sha korroziyaga uchrash holatlari bor yer ostidagi. Shuning uchun yer yuziga chiqarib, mana shu butun Jondor tuman aholisini va ijtimoiy soha obyektlarini to'liq tabiiy gaz bilan bir maromda yetkazib berish imkoniyatlarini qilish choralarimiz bor. Ana shu gazchilarimizga rahmat. Har oyda xalqqa gaz balonni vaqtida yetkazib berib turibdilar. Rahmat, tashakkurlar aytaman shu gaz kelganligi uchun. Galdagi demak tumanimiz bu Olot tumani bo'ldi. Birinchidan ta'kidlash joizki, Olot tumani qo'shni Turkmaniston Respublikasi bilan chegaradosh hamda mana shu Buxoro shahridan demak 100 kilometr uzoqlikda joylashgan tumanlardan biri. Demak, xo'sh, mana shu Olot tumanida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik qay darajada qo'yilgan? Umuman mana shu korxona vakillari tomonidan qanday amaliy ishlar olib bormoqda? Biz mana shu kabi savollarga javob olgani Olot tuman gaz korxonasi rahbari Shermat akamizni suhbatga tortamiz. Shermat aka, yana bir bor assalomu alaykum deymiz. Aytingchi, mana shu biz turgan o'zi GRP qanaqa GRP hisoblanadi va mana shu joyning o'zida bizga berilgan ma'lumotlarga qaraganda demak tumanning asosiy gaz taqsimlovchi demak GRP hisoblanar ekanda. Nechta qishloqqa xizmat ko'rsatasizlar, nechta aholiga xizmat ko'rsatasizlar? Shuning bilan birgalikda mana shu 2024-yilga nisbatan 2025-yilda qanday bir ko'zga ko'rinarli namunali ishlarni amalga oshirdingizlar? Avvalo assalomu alaykum. Tumanimizdagi tabiiy gaz bilan ta'minlangan 6,5 mingta iste'molchimiz mavjud bo'lib, bu iste'molchilardan 6 mingta aholi xonadonlari
110tasi o'zbek iste'molchilar hisoblanadi. Hozir kunda o'tirgan joyimiz Qarako'l gaz taqsimlash stansiyasidan keluvchi asosiy gaz quvuriga o'rnatilgan 200 markali gaz maromat punktimiz tashkil qiladi. Ushbu yerdan tumanimizdagi barcha tabiiy gaz bilan ta'minlovchi aholi xonadonlari o'zimizga taqsimot qilinadi. Hozir kunda tumanimizda 2025-2026 yil kuz-qish mavsumiga puxta tayyorgarlik ko'rish maqsadida ushbu yil shu gaz maromat punktimizni mukammal ta'mirlab ishga tushirganmiz. Bundan tashqari tumanimizdagi 1992-yilda qurilgan yer osti gaz quvurlari mavjud bo'lib, ushbu gaz quvurlaridan 1700 vagonometr qismini yer ustiga chiqarish ishlarini ham to'liq hozir kunda bajarilib, ishga tushirish ishlari to'liq yakunlandi. Aytingchi, mana shu olotliklar, ya'ni olot xalqi avariya sodir bo'lganda qanday bir sizlar bilan bog'lanish uchun imkon yaratgansizlar, qanaqa targ'ibot ishlarini amalga oshiryapsizlar? Hozir kunda korxonamizda navbatchilik tashkil qilingan. Asosiy navbatchilikdan tashqari ham qo'shimcha 2 ta zaxira brigadalarimiz mavjud. Doimiy shu aloqaga chiqadigan 1104 telefonimiz doimiy 24 soat ishlab turadi. Har qanaqa gaz, tabiiy gaz ta'minotida uzilishlar bo'lgan vaqtda darhol bartaraf qilish choralari ko'rilgan. Shuningdek, mana shu aholi tomonidan yoki tadbirkorlar tomonidan gazdan noqonuniy foydalanmaslik borasida qanday bir amaliy choralarni olib boryapsizlar? O'zi umuman mana shu noqonuniy gazdan foydalanish holatlari aniqlanganda qanday ishlarni amalga oshiryapsizlar? Hozir kunda noqonuniy tabiiy gazdan foydalanuvchi aholi va o'zbek iste'molchilari aniqlash maqsadida tumandagi shtab tashkil qilingan. Tumanda tuman prokuraturasi, ichki ishlar, yong'in xavfsizlik korxona birgalikda hamkorlik qilib ishlab kelyapmiz. Bu bo'yicha hududlarda brigadalar tuzilgan. Har kuni shu ta'minotchilar bilan shu noqonuniy foydalanmaslik to'g'risida targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Bu bo'ladigan ishlarni joyida bartaraf etish choralari ko'rilmoqda. Azizlar, eslatib o'tamiz, bizning suhbatdoshimiz Olot tuman gaz korxonasi rahbari Sherali akamizlar nima dedik, demak ishlariga muvaffaqiyat tilaymiz va keyingi yilda albatta mana shu rahbar bilan uchrashib, mana shu keyingi yildagi istiqbollar rejalarini birgalikda suhbatlashasiz degan umiddamiz. Xonadonimizda shu suyultirilgan balon gaz yoqamiz. Rahmat davlatimizga, hukumatimizga, mana shu gazchilara har bir oyda oyma-oy kelib eshigimizda signal berib, gazimizni tushirib, almashtirib beradi. Rahmat hammasina. Hech qanday gazdan e'tirozimiz yo'q. Balonimizning hech qanday xilti yo'q. Yangi yaxshi balon beradilar. Men minnatdorman, rahmat aytaman hammasiga. Hozir kunda ushbu hududimiz Xosaboy mahalla fuqarolar yig'ini asosiy gaz quvuri keladigan yer osti gaz quvuri bugungi kunda yer ustiga chiqarilib, montaj ishlari to'liq yakunlandi. Hozir ushbu jarayonimiz qishloq ichiga boradigan gaz quvurini diametrini o'zgartirish maqsadida yangi gaz quvurlari topshirish ishlari amalga oshirilmoqda. Bugun kun oxiri bilan ishlarni yakun qilib, aholiga bir maromda tabiiy gaz yetkazib beramiz. Tuman gaz korxonasi amalga oshirayotgan ishlar bilan yaqindan tanishib, o'z ko'zimiz bilan ko'rganimizni sizlarga yetkazishga harakat qildik. Sizlar bizni kuzatishda davom eting. Sherzod Uralov, Shahzod Yo'ldoshev, Oygul Uralova Buxorodan maxsus tayyorlandi.